Yaramlıq, iqtidarlıq, qo'lidan ish keladigan, boshqalarga manfaat yetkazadigan, vatan xalq uchun yaxshi ishlarni qiladigan yaxshi odamlar va yaxshi siyosatchilar oltinga o'xshaydi. Ular mayli dunyoning qayerida bo'lsin, o'zining qimmatini tepib yashaydi, qadrlanadi. Boshqalar uni yushirib qo'ymoqchi bo'lsa-mu, o'z nurini atrofga chechish orqali o'zini oshkorlaydi. Sharqiy Turkistonlik yaxshi kishilarni, yaxshi ziyolilarni, siyosatchilarni boshqalar ko'mib qo'ygan taqdirdami, insonlar oltinni qanday kezib chiqargan bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqi ularni shunday kezib chiqaradi. Korga kelmaydigan, bekotalat, hech kimga asqatmaydigan, vatan xalq uchun xizmat qilmaydigan odamlar sesib ketgan churuk daraxtga o'xshaydi. Mayli uni qayaga qo'ying, uning boshqalarga hech qanday foyda manfaat yetmaydi. Agar sesib ketgan churuk daraxt bilan uy solmoqchi bo'lsangiz, uyingiz osonda o'rilib tushadi va boshqa insonlarmo sesib ketgan churuk daraxtlarni osonda bayqab olaydi va yiroq turadi. Yana bir tarafdan o'ylaydigan bo'lsak, yaxshi kishilar, yaxshi siyosatchilar, qo'lidan ish keladigan, boshqalarga yaxshilik qiladigan kishilar atirgullarga o'xshaydi. Ular mayli qayerda bo'lsin, atrofga mehr muhabbatini chashadi. İnsanlarni huzurlandıradi. Güzellikka güzellik qo'shadi. Agar siz atirgullarni biror narsaning orqaga yushirib qo'ymoqchi bo'lsangizmi, o'zining go'zal xushpuroq-puroqlari bilan yanada boshqalarni huzurlantirib, o'zini oshkorlaydi. Bizning bu yerda oydinlashtirilishga tegishli muhim masalamiz shuki, mayli dunyoning qayerida bo'lsin, vatanimiz Sharqiy Turkistonliklar bo'ladi ekan, Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash maydonida o'zini oshkorlamagan, bu yo'lda xizmat qilmagan, fidokorlik ko'rsatmagan, mayli butun dunyoga tunilib ketgan, hamma yerda nom shuhrat sağan, nurg'unlagan mol-mulki bo'lgan, dunyodagi eng donglik oliy maktablarda o'qib, nurg'unlagan unvonlarga ega bo'lgan odamlar bo'lsin. O'zini har qancha cho'ng siyosatchi va yoki olim deb qo'yilsin. Xalqimizga, vatanimizga foydali, manfaat yaxshi ishlarni qilmagan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashga atlanmagan bo'lsa, bugungiga o'xshash vatanimiz Sharqiy Turkistondagi 35 milyon qarindishimiz ochiqdan-ochiq qirg'inchilikka, tajovuzchilikka, qiyin-qistoqqa va dafsandachilikka uchragan mana shunday kunda Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqarmagan bo'lsa, uning bizning nazarimizda hech qanday qimmati yo'q. U xuddi chirib ketgan sisiq daraxtga o'xshaydi. Yana bir turkum bekotalat, qo'ldan ish kelmaydigan saxtapaz insonlar o'zini bilarman chog'laydi-yu, siyosatchi chog'laydi-yu, vatanimiz xalqimiz uchun yaxshi amaliy xizmatlarni qilmaydi. Boshqalarga, ya'ni yaxshi insonlarga nomussizlarcha hujum qilish orqali o'zini kuchli ko'rsatishga tirishdi. Bunday insonlar to'g'ri yuzda qanchalik cho'lpon bo'lib ketsin, qanchalik so'zman bo'lib ketsin, qaddi-qomati nihoyat kelishgan, chiroy shakllari shunday chiroyli, hatto gap qilganda boshqalarni yig'iltiradigan, ta'sirlantiradigan bo'lsa-mu, vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun, xalqimiz uchun amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqarmagan inson nijosatga o'xshaydi. Atrofga sisiq puroqlarni chechish orqali boshqalarni bearam qilishdan boshqa ishga yaramaydi. Agar bir kishi hech qanday unvoni bo'lmasin, so'z qobiliyati tuvan bo'lsin, qaddi-qomati kelishgan bo'lmasin, taq-turqi, chiroy shakli unchalik go'zal bo'lmasa-mu, vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun, xalqimiz uchun amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqarib kelayotgan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilariga qarshi Sharqiy Turkistonning birlik sepini kuchlantirib kelayotgan bo'lsa, bu biz uchun dunyodagi eng yaxshi insondir. Agar biz Sharqiy Turkistonliklar orasida haqiqatan siyosatga pishib yetilgan, vatan xalq uchun fidokorlik ko'rsatadigan, yaxshi ishlar qo'ldan keladigan insonlar bo'lsa, bu vaqtga qadar o'zini allaqachon oshkorlagan bo'ladi. O'zini oshkorlamagan taqdirda xalqimiz ularni tepib, kezib chiqib, o'ziga bosh qilib, vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun Xitoyga qarshi amaliy xizmatlarni ilib olgan bo'ladi. Chet eldagi ba'zi qarindoshlarimizning ko'z qarashi bo'yicha ilmli, iqtidorli, yaxshi siyosatchilarni ba'zi davlatlar va yoki Uyg'ur tashkilotlar besib qo'yish orqali, o'tirg'i chiqishni cheklab qo'yish orqali ularning yo'lini to'sib qo'yadi degan ko'z qarash bor. Agar haqiqatan fidokor, jasur insonlar bo'lsa, siyosatchilar bo'lsa, oldida mayli qanday to'saloq bo'lishidan qat'iy nazar o'zini o'tirg'i chiqarib, amaliy xizmatlarni hujum chiqargan bo'ladi. Chet elda mayli dunyoning qaysi davlatida bo'lsin, mayli har qanday bir davlat, mayli har qanday bir tashkilot bir kishining oldini to'smoqchi bo'lsa va yoki besim qilmoqchi bo'lsa, eng kuchli bo'lsa-mu Xitoyga o'xshash besim qilgan bo'ladi. Biz vatanimiz Sharqiy Turkistonda yashagan vaqtimizda Xitoylar nurg'unlagan iqtidorli kishilarni tutib-tulab, o'ldirib, shahid qilib tugatgan edi. Bu yo'lda hayot qolganlar bo'lsa, vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun, xalqimiz uchun, dinimiz islom uchun atrofimizda nurg'unlagan munofiqlarning, Xitoy istixborotining bo'lishi qilmasdan nurg'unlagan amaliy xizmatlarni hujutga chiqargan edi. Agar ashuna o'xshash fidokor, qahramon, jasur insonlar bo'lgan bo'lsa edi, Xitoyning hilm-mikirlarini, besimlarini yengib amaliy xizmatlarni qilgan o'xshash chet elda nurg'unlagan xizmatlarni hujutga chiqargan bo'ladi. Amaliy ahvollar, realliklar shunday ekan, biz bir insonning Alloh tarafidan osmondan zaminga tushirilib bizga bosh bo'lishini yoki bir liderning yenidan tug'ilib cho'ng bo'lib bizga yetakchilik qilishini va yoki bir davlatning hammamizni to'plab qo'limizga qurol tutqizib Sharqiy Turkistonning mustaqillik ko'rishini boshiltishini kutib saqlashimiz, sukut turishimiz bema'nilik deb qarayman. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi Xitoy mas'ullarining mag'lubiyati biz Sharqiy Turkistonliklarning qo'lida. Qachonki biz Sharqiy Turkistonliklar o'z holimizni o'zimiz bilan qabul qila olsak, nurg'unlagan bismlarga, tahdidlarga, to'sqinlarga ra'man o'tirg'i chiqib fidokorlik ko'rsatib, vatanimiz, xalqimiz uchun xizmat qilayotgan, fidokorlik ko'rsatgan insonlarni qadrlash, qo'llash biz Sharqiy Turkistonliklar eng
ehtiyoj bo'layotgan narsa. Biz biror insonning osmondan tushishini va yoki yenidan tug'ilib cho'ng bo'lishini va yoki biror davlatlar tomonidan o'rinlashtirilib bizga yetakchilik qilishini kutsak, bu hayotimiz bizga oz kelib qoladi. Xitoy tajovuzchilarining qirg'inchiligi mushu sur'atda davom qilgan bo'lsa, necha yillarga bormasdilla vatanimiz Sharqiy Turkistonda bir tilmi Sharqiy Turkistonda qolmasligi mumkin. Hamma inson xitoylashtirilib tugab ketishi mumkin. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda islom dinidan asarmi qolmasligi mumkin. Kelgusi farzandlarimizning islom dinini o'rganishi, Qur'on o'qishini o'rganishi, namoz o'qishini o'rganishi, iymonning shartlarini o'rganishi mumkin emas. Bulardan sirt yana yangi tug'ilib o'sib yetilayotgan o'smirlarimiz Uyg'urchani tamoman unutgan, unutishga majburlangan, ko'chalarda, o'ylada Xitoy paranglashgan bo'lib ketgan. Xalqimizning, vatanimizning holi bu ekan, biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklarning qo'limdan bir ish kelmaydi, men nima ish qila olaydim deganga o'xshash har xil safsatalarni, bahonalarni ko'rsatib, hech qanday ishga aralashmay, jamoatlarga, namoyishlarga va boshqa faoliyatlarga qo'shilmay, shaxsiyatchilik bilan kun kechirishi bu nihoyatda ichinsiz bir ahvol. Esimda qilishicha, tarixda o'tgan eng jasur sahobalardan biri bo'lgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va Alloh tarafdan Umar Faruq deb nom berilgan, ya'ni haq bilan botilni ayirg'uchi degan nom berilgan Umar radhiyallohu anhuning aytishicha, agar bir musulmon jamoatlashishga, ya'ni tashkilotlashishga ahamiyat bermasa, o'zi yolg'iz qolsa, yolg'iz harakat qilsa, u bir tal yepga o'xshaydi. Asalla adishib ketadi. Bir tal yepga o'xshash asalla uzilib ketadi. Agar ikki musulmon hamkorlashsa, ikki dona yepni birlashtirganga o'xshash asan uzilib ketmaydi, asan xatolashmaydi, asan yengilmaydi. Agar 3 va ko'plagan musulmonlar birlashsa, u nurg'unligan yeplarning birlashishiga o'xshash, og'amchiga o'xshash asan uzilib ketmaydi, asan xatolashmaydi, dushmanga mag'lub bo'lmaydi degan ekan. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Biz ham bir nechilgan musulmonlar, bir nechilgan Sharqiy Turkistonliklar o'zaro bir yerga jam bo'lsak, o'zaro fikrlashsak, yangi fikrlarni, yangi xizmatlarni, yangi kurash uslublarini tepib chiqsak va hammamiz o'zimizga tushgan vazifalarni ado qilsak, bu chog'da ana shu tarixdagi sahobalar aytganga o'xshash biz bu dushmanga asan yengilib qolmaymiz, asan adishib ketmaymiz, asan bel qo'yib o'tmaymiz. Shuning uchun barcha qarindoshlarimiz islom ahkomlari asosida hamkorlashishga, jamoatlashishga, o'zaro o'rtoqlashishga, o'zimizga o'xshamaydigan boshqa fikrdagi musulmon qarindoshlarimiz bilan ham suhbatda bo'lishga, iymonlashishga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Musulmonlarning o'zaro iymonlashishi, fikr almashtirishi iymonimizni ziyoda qiladi. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda musulmonning ayniki degan ekan. Biz o'zimizning ayiblarini, xatoliklarini, xato tushunchalarini his qilmasligimiz mumkin. Har doim o'zimizning fikrlarini, tushunchlarini rost, to'g'ri deb o'ylashimiz mumkin. Ammo biz o'zimizning xatoliklarini his qilmaymiz. Biz qarshi tarafdagi musulmonlar bilan, fikr o'xshamagan musulmon qarindoshlarimiz bilan ham suhbatda bo'lgan vaqtimizda, fikrlashgan vaqtimizda o'zimizning ba'zi xatoliklarini tuzatishga tegishli masalalarni his qila olishimiz mumkin. O'zaro bir-birimizning kamchiligini olishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo bizni haqiqiy mu'minlardan, Alloh yo'lida do'stlashuvchilardan, islomiy qarindoshlardan qilsin. Haq yo'lda sabtashlardan qilsin. O'zaro xiyonat qilishmaydigan, bir-birimizning kamchiliklarini chiroylicha tuzalaydigan, qabul qila oladigan, bir-birimizga yaxshi axloq bilan muomala qiladigan yaxshi musulmonlardan qilsin. Alloh birligimizni qo'llab bersin. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.